bo'y baland bo'lish kerak. Shunday chiroyim bor, qarang, qadrimga yetmayapti-da. Uzoqdan charaq qilib ko'ring. Gapir, odamlar quyosh kelyapti deb o'ylayapman, kelishimni ko'rib. Ko'rdingizmi? Bugun yo'q ekansiz. Bugun orada. Bugun ishdaman. Mana shu bolani uchta so'z bilan ta'riflang. Abbos bu. Abbos. Bilsa pul Abbos bu. Aytadi, gapga balo deyshadi-yu. Men aytyapti. Bir. Jamiga pasmas. Oq ko'ngil. Men ko'ynini bilmayman. Unga o'zim ham qo'shilmayman. Yo, oq emas, qora emas. Ola bula. Chorni berayim. O'rtarog'ida turibdi, siz ko'nglingiz yo'q. Siz lekin bilasizmi, juda ham omadli qizsiz. Nimaga? Mendek odam olib turibsiz, omadli bo'lmaysiz. Qarang-a. Mana shu bizni kallamizga kelmabdi-ya. Siz balki omadli. Gollivud yulduz bo'laman hali kelajakda, qarab turing, niyatim. Leonardo DiCaprio bor-ku, taniysizmi? Yo'q. Shohruxxonni taniysizmi? Mana taniyman. Siz emasmi? Ko'rdingizmi? Odamlar o'zi tan olyapti. Bugun biz bilan birga tomoshabinlarimizni xayrlash berasiz. Hammaga ham nasib qilmaydi. Qani yaxshi tilaklaringiz bo'lsa, endi buvim aytganlar, bu joylarda duo oldiganlar, yaxshi tilak ko'p bo'ladiganlar, marhamat. Bu jonmanmi shunda? Yo'q, xolos, marhamat. Ko'rsatuvga gap bo'lishi mumkin emas, juda ham zo'r ko'rsatuv. Abbos bo'y pasamas ekan deydi. Abbos bo'y pasamas ekan deydi. Rahmat. Men uchun pas. O'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Menga ergitayapsiz, nima bo'yim bo'laman. Xuddi bir yuriyman. Bo'ldi, uylanasiz baribir ham. Uylanasizmi yo'qmi? Voy deyish kerakmi yo deyish kerakmi? Nega unda o'g'irlading yurakni?